Sevgili kuzatuvchilarimiz, bizning bugungi xizmatimiz Xonobod Viydon mahallasida bo'lib o'tadi. Salomat onajonimizni Shukrona ayyomlari bilan farzandlari, yaqinlari nomidan tabriklab keldik. Umrlari uzoq bo'lsin, ilohim ko'p yoshlarga girsin. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Asl dekor jamoamiz marhamat, siz uchun maxsus sahnamizni taklif etamiz. Umringiz uzoq bo'lsin, Shukrona ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Olmasın derdim hasta, kolumda güller dasta, körgene kildim ona. Tebrikliyimiz mübarek olsun, gözyaşlara girsin olmasın derdim hasta, kolumda güller dasta, körgene kildim onam. Oyingda cennet derler, kılmaz hiç sünnet derler. Boşing Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar, xonadon sohibi, sohibalari, sulala vakillari. Mana bugun Salomat onajonimizni Shukrona ayyomlari munosabati bilan, tug'ilgan kunlari munosabati bilan 70 yoshingiz ekan-ey. Umringiz uzoq bo'lsin, 70 yoshingiz muborak bo'lsin. Ilohim ko'p yoshlarga giravergaysiz onajon. Farzandlaringizni, gelinlaringizni, oqtiqlaringizni hamma yaqinlaringiz nomidan sizni qutlab qolamiz, tabriklaymiz. Asl dekor jamoamiz sizlar uchun doim harakatda. Asl dekor jamoamiz nomidan ham sizni tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, yaqinlaringizni shunday og'zi birchilikda har doim yaxshi kunlardan boshlaringiz chiqmasin, yuravergaysizlar, tabriklaymiz. Hoji ona bo'lib yurish nasib etsin, umringiz uzoq bo'lsin, ko'p yoshlarga kiravergaysiz, ilohim. Tabriklaymiz. Bir bersak chalib qo'yasizlar onajonimiz uchun. Yaxshi niyatdan eshitamiz, chiroyli tilaklarni, marhamat jigarlari, opa-singillari, hamma yoqtiqlari, gelinlari, hammadan eshitamiz, marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, poykalar, jiyanlarim, bugun shu akamizni payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuni ekan. Shu tabriklayman. Xudoyim ko'p yoshlarga girsin shu akam. Oqtiqlarni, cho'liqlarni, yo'liqlarni rohatini ko'rsin. Xudoyim umri uzoq bo'lsin, ikki dunyo saodatini bersin. Hamisha sağ, aman bo'lsin baxtimizga. Xudoyim ko'p yoshlarga girsin. Gel. Yemizde doğulan günlere savellik günleri bilen tebriklemeyi, canımız sağ olayım, ömrümüz sağ olayım. Hem o farzandlarımız, çoluklarımızın kamalını görüp, şuanın hakkılarını bilgeysiz. Hemmemize baş bulup bilgeysiz. Hem o çıkanada. İşlerinizin ahmetini, ruhacını versin. Hurmatlaringiz gelsin, yaxshi niyatlaringiz hamrohingiz bo'lsin. Ilohim xonadonlaringizda yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Shunday deb xizmat etib o'tirish nasib etsin. She'rimiz bor, tabrikimiz shu farzandlaringiz nomidan eshitasizlar. Yutsa sog'inishimni yetadi faqat. Yo'limga uningdek intizorim yo'q. Mendan yaxshiliklar kutadi faqat. Dunyoda onamdek beg'uborim yo'q. Holim xarobidan xabardor bo'lib, jonimga kuylar hasratga to'lib. Mendan ko'p o'kingan g'amlarin ko'rib, dunyoda onamdek beg'uborim yo'q. Onajonimizni tabriklaymiz, ko'p yoshlarga girsin. O'yin-kulgilarimiz bo'ladi.